bugungi mavzu juda muhim. Pensiya endi qanday hisoblanadi? Kimning puli o'shishi mumkin? Kim esa hujjatdagi xato yoki yetishmayotgan ma'lumot sababli kamroq pensiya olib qolishi mumkin? Men buni oddiy tilda tushuntirib beraman. Chunki bu masala faqat bugun pensiyaga chiqayotgan odamga emas, ertaga pensiyaga chiqadigan har bir ishchi, tadbirkor, dehqon, o'qituvchi, shifokor, haydovchi, quruvchi va uy bekasiga ham tegishli. Ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki bitta kichik e'tiborsizlik keyinchalik pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men sizga pensiya bo'yicha eng kerakli va amaliy tushuntirishlarni beraman. Avval pensiya masalasida eng katta muammo nimada edi? Odam ko'p yil ishlagan bo'ladi. Lekin pensiyaga chiqish vaqti kelganda ayrim yillar ish stajiga kirmay qoladi. Sababi oddiy, arxidan ma'lumot topilmaydi. Mehnat daftarchasida yozuv noto'g'ri qo'yilgan bo'ladi, korxona tugatilgan bo'ladi. Ish haqi bo'yicha ma'lumotlar saqlanmagan bo'ladi yoki sug'urta badallari vaqtida aks ettirilmagan bo'ladi. Natijada odam men 30 yil ishlaganman deydi, lekin tizimda yoki hujjatda 24 yil ko'rinadi. Mana shu 6 yil pensiya miqdorida katta farq keltirib chiqarishi mumkin. Endi yangicha tartibda asosiy urg'u shunga qaratilyapti. Pensiya tayinlash jarayoni ko'proq elektron ma'lumotlarga, rasmiy bazalarga, soliqlar va ish haqi haqidagi qaydlarga bog'lanadi. Bu nimani anglatadi? Endi faqat og'zaki gap, faqat eski daftar yoki faqat tanish-bilish orqali masala hal bo'lishi qiyinlashadi. Har bir yil, har bir ish joyi, har bir oylik, har bir to'langan badal hujjat bilan yoki elektron iz bilan tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Men bu yerda bitta narsani alohida aytaman. Yangi tartibning maqsadi odamlarni qiynash emas, balki pensiya hisobini aniqroq qilish. Lekin tizim aniq ishlashi uchun fuqaroning o'zi ham befarq bo'lmasligi kerak. Agar siz bugun ishlayotgan bo'lsangiz, oyligingiz rasmiy ko'rsatilayotganini tekshirishingiz kerak. Agar siz pensiyaga yaqinlashgan bo'lsangiz, mehnat stajingiz to'liq aks etgani oldindan aniqlashingiz kerak. Agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz, qayta hisoblash yoki qo'shimcha hujjat topshirish imkoniyati bor yo'qligini bilishingiz kerak. Oldingi tartibda ko'p hollarda odam pensiyaga chiqish yoshiga yetganda hujjat yig'ishga tushardi. Mehnat daftarchasi, ish haqi haqida ma'lumotnoma, arxiv hujjatlari, korxona buyruqlari, ishga kirgan va ishdan chiqqanlik haqidagi yozuvlar kerak bo'lardi. Agar hammasi joyida bo'lsa, pensiya tayinlash nisbatan oson kechardi. Lekin hayotda hamma narsa ideal emas. Korxona yopilgan, nomi o'zgargan, arxivi boshqa joyga o'tgan, ayrim yillar bo'yicha buyruqlar yo'qolgan holatlar juda ko'p uchraydi. Endi esa pensiya tizimida elektron ma'lumotlarning roli kuchayadi. Ish beruvchi sizni rasmiy ishga olganmi? Oylikdan soliq va majburiy to'lovlar yuritilganmi? Ish haqi qancha ko'rsatilgan? Bularning hammasi keyinchalik pensiyaga ta'sir qiladi. Masalan, bir kishi 10 yil davomida amalda 5 million so'm olgan. Lekin rasmiy hujjatda 1 million 500 ming so'm ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya hisobida ko'proq rasmiy ko'rsatish inobatga olinadi. Odam men aslida ko'proq olganman desa ham, rasmiy tasdiq bo'lmasa, bu gapni pensiya hisobiga kiritish qiyin bo'ladi. Yana bir o'zgarish shuki, odamlar hujjatni faqat oxirgi daqiqada emas, oldindan tekshirishi kerak. Men har doim shuni aytaman. Pensiya bu 6 yoshga yetganda boshlanadigan mavzu emas. Pensiya 25 yoshda birinchi rasmiy ishga kirgan kundan boshlanadi. Chunki bugungi rasmiy oyligingiz, bugungi stajingiz, bugungi to'langan solig'ingiz ertangi pensiyangizning poydevori bo'ladi. Birinchi navbatda pensiyaga chiqishiga 1 yil, 2 yil yoki 3 yil qolgan fuqarolar juda e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, erkak kishi pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsa yoki ayol kishi pensiya hujjatlarini tayyorlash arafasida bo'lsa, u hozirdan o'z stajini tekshirishi kerak. Vaqti kelganda ko'ramiz degan yondashuv xavfli. Chunki arxivdan bitta ma'lumotnoma olish ba'zan bir haftada, ba'zan bir oyda, ba'zan undan ham uzoq vaqtda hal bo'ladi. Ikkinchi guruh uzoq yillar norasmiy ishlaganlar. Masalan, odam bozorda savdo qilgan, qurilishda ishlagan, ustachilik qilgan, haydovchilik qilgan, lekin rasmiy shartnoma bo'lmagan. Bunday holatda u yillarni pensiya stajiga kiritish qiyin bo'lishi mumkin. Agar shaxs yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, tegishli to'lovlarni qilgan bo'lsa, vaziyat boshqacha. Lekin umuman rasmiy iz bo'lmasa, keyin isbotlash murakkablashadi. Uchinchi guruh ish joyi ko'p almashganlar.
Masalan, bir kishi 5 yil maktabda ishlagan, keyin 3 yil fermer xo'jaligida, keyin 7 yil xususiy firmada, keyin yana boshqa tashkilotda ishlagan. Bunday odamlarda har bir ish joyi bo'yicha yozuv to'g'ri kiritilgan bo'lishi kerak. Mehnat daftarchasida muhr aniqmi? Buyruq raqami bormi? Sana to'g'rimi? Tashkilot nomi to'liq yozilganmi? Bularning hammasi ahamiyatli. 4-guruh ayollar, ayniqsa farzand parvarish ta'tilida bo'lgan, ish faoliyatida tanaffus qilgan. Keyin qayta ishga chiqqan ayollar o'z hujjatlarini alohida tekshirish kerak. Chunki ayrim davrlar stadga qo'shilishi mumkin, ayrim davrlar esa hujjatga qarab baholanadi. Bola tug'ilganlik guvohnomasi, ta'til buyruqlari, ish joyidan ma'lumotnomalar saqlangan bo'lsa, keyinchalik masala ancha osonlashadi. 5-guruh chet elda ishlaganlar. Agar fuqaro ma'lum yillar xorijda ishlagan bo'lsa, bu davr pensiya hisobiga qanday ta'sir qilishi mamlakatlar o'rtasidagi kelishuvlarga, to'lovlar qayerda amalga oshirilganiga va rasmiy hujjatlarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun chet elda ishlagan odam men baribir ishladim-ku deb o'ylamasligi kerak. Ishlagan davrini tasdiqlovchi shartnoma, ish haqi ma'lumotlari, sug'urta to'lovlari, tarjima qilingan va tasdiqlangan hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Keling, birinchi misolni olaylik. Dilshod aka 32 yil ishlagan deb hisoblaydi. U 10 yil davlat korxonasida, 12 yil xususiy firmada, 10 yil esa qurilish brigadasida ishlagan. Pensiyaga chiqish vaqti kelganda ma'lum bo'ladiki, davlat korxonasidagi 10 yil hujjat bilan tasdiqlangan. Xususiy firmadagi 12 yilning 9 yili elektron bazada bor. Lekin qurilishdagi 10 yil bo'yicha rasmiy shartnoma ham, to'lov ham, ish beruvchi ma'lumoti ham yo'q. Natijada Dilshod aka o'zini 32 yillik ishchi deb biladi. Tizim esa 19 yilni aniq ko'rishi mumkin. Bu katta farq. Shuning uchun men har bir odamga aytaman. Bugun ishlayotgan joyingiz rasmiy bo'lmasa, ertaga pensiyada buning og'irligini sezasiz. Ikkinchi misol. Muhabbat opa 28 yil ishlagan. Mehnat daftarchasida hammasi bor. Lekin 1998-yildan 2003 yilgacha ishlagan korxonasi tugatilgan. Arxivda ma'lumot topish qiyin bo'ldi. Agar Muhabbat opa oldindan harakat qilganida, sobiq hamkasblar korxona vorisi tuman arxivi, viloyat arxivi orqali hujjatlarni yig'ib qo'ygan bo'lardi. Lekin pensiyaga chiqish oyida bu ish boshlansa, pensiya tayinlanishi kechikishi yoki dastlab kamroq miqdorda hisoblanishi mumkin. Keyin hujjat topilsa, qayta ko'rib chiqish masalasi ko'tariladi. Lekin bu vaqt asab va qo'shimcha yugur degani. 3-misol. Sardor ismli yigit 35 yoshda, u yaxshi daromad qiladi. Lekin ish beruvchi rasmiy oylikni eng kam miqdorga yaqin ko'rsatadi. Qolganini naqd beradi. Sardor bugun bundan xursand bo'lishi mumkin. Chunki qo'lga ko'proq pul olayotgandek tuyuladi. Lekin pensiya hisobida rasmiy daromad muhim bo'ladi. Agar 20 yil davomida rasmiy oylik past ko'rsatilsa, kelajakdagi pensiya ham kutilgandan past bo'lishi mumkin. Demak, yoshlar ham bu mavzuni kattalarning ishi deb chetga surmasligi kerak. 4-misol. Nodira opa 2 farzandli, bir necha yil bola parvarishi sababli uyda bo'lgan, keyin qayta ishga chiqqan. U pensiyaga yaqinlashganda farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, ish joyidagi ta'til buyruqlari, mehnat daftarchasi yozuvlari kerak bo'lishi mumkin. Agar bu hujjatlar tartibli bo'lsa, u o'ziga tegishli davrlarni tasdiqlashda qiynalmaydi. Agar hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, FHDYO bo'limidan dublikat olish, ish joyidan arxiv ma'lumotnomasi so'rash, zarur bo'lsa rasmiy murojaat qilish kerak bo'ladi. Eng muhim qoida shuki, pensiya miqdori faqat yoshga bog'liq emas. Pensiya uchun 3 ta asosiy omil juda muhim. Ish staji, rasmiy daromad va hujjatlarning to'g'riligi. Ish staji yetarli bo'lsa-yu, daromad past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya kutilgan darajada bo'lmasligi mumkin. Daromad yaxshi bo'lsa-yu, ayrim yillar stajga kirmay qolsa, yana muammo chiqadi. Hujjatlarda xato bo'lsa, masalan, ism bir joyda Abdulla, boshqa joyda Abdulla yozilgan bo'lsa ham tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Men ko'p uchratadigan holat, odamning pasportida ism sharifi lotin yozuvida boshqacha, eski hujjatda kiril yozuvida boshqacha, mehnat daftarchasida esa yana ozgina farq bilan yozilgan. Bu mayda narsa bo'lib ko'rinadi. Lekin pensiya tayinlashda aynan shu mayda farq hujjatlarni tekshirishga sabab bo'ladi. Shuning uchun ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, buyruq sanasi, tashkilot nomi bir-biriga mos bo'lishi kerak. Yana bir muhim masala, ish beruvchi sizni rasmiy ro'yxatdan o'tkazganmi yoki yo'qmi? Ba'zi odamlar men firmada ishlayapman deydi.
lekin mehnat shartnomasi yo'q, buyruq yo'q. Elektron tizimda qayd yo'q. Bunday holatda ish joyi bor, lekin pensiya uchun kerakli iz bo'lmasligi mumkin. Ish beruvchidan mehnat shartnomasi nusxasini, ishga qabul qilish buyrug'i ma'lumotini, oylik hisob-kitob varaqasini so'rash uyat emas. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Agar siz butun faoliyatingiz davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish haqingiz rasmiy ko'rsatilgan bo'lsa, mehnat daftarchangiz va elektron ma'lumotlaringiz joyida bo'lsa, ortiqcha vahimaga tushishingiz shart emas. Lekin bu umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Men hatto hamma hujjati joyida bo'lgan odamlarga ham kamida bir marta pensiya jamg'armasi bo'limi yoki tegishli elektron xizmatlar orqali ma'lumotlarni tekshirishni maslahat beraman. Agar siz davlat tashkilotida uzluksiz ishlagan bo'lsangiz, odatda hujjatlar tartibli bo'ladi. Lekin baribir nom o'zgarishi, lavozim o'zgarishi, ta'til davrlari, dekret davrlari, harbiy xizmat, o'qish davri kabi masalalar bo'yicha aniqlik kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun xotirjamlik hujjat tekshirilgandan keyin bo'lishi kerak, taxmin asosida emas. Pensiya masalasida eng ko'p xato qilinadigan joylardan biri shuki, odamlar hamma ishlagan davrim avtomatik qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida har bir davrning o'z talabi bor. Harbiy xizmat davri, bolani parvarish qilish davri, oliy o'quv yurtida o'qish davri, yakka tartibdagi tadbirkorlik davri, fermer xo'jaligidagi ish davri, mavsumiy ishlar hammasi alohida tekshiriladi. Qaysi biri qanday tartibda hisobga olinishi hujjatga va amaldagi qoidalarga bog'liq. Masalan, tadbirkor bo'lgan odam faqat guvohnomasi borligi bilan cheklanmasligi kerak. Muhimi, tegishli davrda belgilangan to'lovlar amalga oshirilganmi? Faoliyat rasmiy yuritilganmi? Soliq organlarida ma'lumot bormi? Agar tadbirkorlik ro'yxatdan o'tgan, lekin yillar davomida to'lovlar qilinmagan bo'lsa, bu pensiya stajiga ta'sir qilishi mumkin. Yana bir nozik masala ish haqi ma'lumotnomasi. Pensiya hisobida ayrim davrlar bo'yicha ish haqi ma'lumotlari muhim bo'lishi mumkin. Agar korxona eski bo'lsa, bu ma'lumotni orqadan olishga to'g'ri keladi. Ma'lumotnomada korxona nomi, rahbar imzosi, muhr berilgan sana, ish haqi davrlari aniq ko'rsatilishi kerak. Shunchaki falonchi bizda ishlagan degan umumiy qog'oz yetarli bo'lmasligi mumkin. Yana odamlar ko'p so'raydigan savol, pensiya tayinlangandan keyin qo'shimcha hujjat topsam nima bo'ladi? Amaliyotda bunday holatda fuqaro qayta ko'rib chiqish uchun murojaat qilishi mumkin, lekin bu avtomatik bo'lmaydi. Siz hujjatni olib borasiz, ariza yozasiz, mutaxassislar hujjatni tekshiradi. Haqiqatan ham pensiya hisobiga ta'sir qilsa, qayta hisoblash masalasi ko'rib chiqiladi. Shuning uchun hujjat topilgan zotini papkada saqlab qo'yib yurmasdan rasmiy tartibda topshirish kerak. Birinchi xavf, norasmiy ish. Bugun naqd pul olish qulay tuyuladi, lekin kelajakda pensiya kamayishi mumkin. Ayniqsa xususiy sektorda ishlaydiganlar bunga jiddiy qarash kerak. Men ish beruvchi bilan kelishganda faqat oylik miqdorini emas, rasmiy shartnoma va rasmiy oylikni ham so'rashni maslahat beraman. Ikkinchi xavf, hujjatdagi xatolar. Familiya bir harfga farq qilsa ham, tug'ilgan sana noto'g'ri yozilsa ham, ishga kirgan sana bilan buyruq sanasi mos kelmasa ham savollar tug'iladi. Buni pensiyaga chiqish kuni emas, oldindan tuzatish kerak. Uchinchi xavf, arxivga kech murojaat qilish. Eski korxonalar bo'yicha ma'lumot topish vaqt oladi. Ba'zan arxiv boshqa tumanda, ba'zan viloyatda, ba'zan korxona vorisi boshqa nomda bo'ladi. Shuning uchun pensiyaga yaqinlashgan odam 6 oy oldin emas, imkon bo'lsa 52 yil oldin tekshiruvni boshlagani ma'qul. 4-xavf, kimdir aytdi degan gapga ishonish. Pensiya masalasida qo'shni, qarindosh, tanishning tajribasi foydali bo'lishi mumkin, lekin hal qiluvchi asos emas. Har bir odamning staji, ish haqi, hujjati, oilaviy holati, ish joylari boshqa-boshqa. Shuning uchun aniq javobni rasmiy manba va mutaxassisdan olish kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa tegishli guvohnoma, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv hujjatlari alohida papkada bo'lsin. Ikkinchi qadam, ish stajingizni yillar bo'yicha yozib chiqing. Oddiy daftar oching yoki telefoningizga jadval qiling. Qaysi yilda qayerda ishladingiz, qachon ishga kirdingiz, qachon chiqdingiz, tashkilot nomi nima edi, lavozimingiz qanday edi? Shularni yozing. Keyin mehnat daftarchasi va elektron ma'lumotlar bilan solishtiring. Qayerda bo'shliq borligini shunda ko'rasiz. Uchinchi qadam,
hozirgi ish joyingizdagi rasmiylikni tekshiring. Mehnat shartnomangiz bormi? Buyruq chiqarilganmi? Oylik rasmiy ko'rsatiladimi? Soliq va ijtimoiy to'lovlar aks etyaptimi? Agar ish beruvchi keyin qilamiz deb cho'zayotgan bo'lsa, bilingki, bu keyinchalik sizga zarar bo'lishi mumkin. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari orqali tegishli ma'lumotlarni tekshirish uchun murojaat qiling. Borayotganingizda hujjatlarning asl nusxasi va nusxalarini olib boring. Mutaxassisdan aniq so'rang. Mening stajimda bo'shliq bormi? Qaysi yillar tasdiqlanmagan? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qayerdan olishim kerak? 5-qadam. Arxiv hujjatlarini vaqtida izlang. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arizada to'liq ma'lumot yozing. Ism sharifingiz, tug'ilgan sanangiz, ishlagan korxona nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz. Qanchalik aniq yozsangiz, arxiv xodimlariga topish shunchalik oson bo'ladi. 6-qadam. Hujjatdagi xatolarni tuzatishdan qochmang. Agar ism yoki familiyada farq bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjat oling. Agar nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi kerak bo'ladi. Agar eski hujjatda otasining ismi boshqacha yozilgan bo'lsa, FHDM yoki sud tartibida aniqlik kiritish talab qilinishi mumkin. Buni oxirgi kunga qoldirmang. 7-qadam. Pensiya tayinlangandan keyin ham hisob kitobni tushunishga harakat qiling. Sizga tayinlangan pensiya miqdori nimaga asoslanganini so'rashingiz mumkin. Qancha staj hisobga olingan, qaysi daromad davrlari olingan, qanday qo'shimchalar bor, bularni bilish huquqingiz bor. Agar siz hisobda xato bor deb o'ylasangiz, og'zaki shikoyat bilan cheklanmay, yozma ariza bering. Agar siz pensiya jamg'armasiga murojaat qilsangiz, arizada juda murakkab gaplar kerak emas. Masalan, mening pensiya tayinlash yoki qayta hisoblash uchun ish stajim va ish haqi ma'lumotlarimni tekshirib berishingizni so'rayman. Falon yildan falon yilgacha falon tashkilotda ishlagan davrimni hisobga olish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Muhimi, arizada telefon raqamingiz, manzilingiz, hujjat nusxalari va ilovalar ro'yxati bo'lsin. Agar arxivga yozsangiz, falon korxonada falon yillarda ishlaganimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozing. Ishga qabul qilingan va ishdan bo'shatilgan taxminiy sanalarni ko'rsating. Lavozimingizni yozing. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, eski nomini ham, esingizda bo'lsa yangi nomini ham yozing. Agar ish beruvchiga murojaat qilsangiz, mehnat shartnomasi nusxasi, ishga qabul qilish buyrug'i, oylik hisob kitob varaqasi va zarur bo'lsa, ish haqi haqida ma'lumotnoma so'rashingiz mumkin. Bularni so'rash nizoli holat emas. Bu mehnat munosabatlarining normal qismi. Bir savol: agar men hozir pensiya olayotgan bo'lsam, yangi tartib menga ta'sir qiladimi? Javob shuki, bu sizning holatingizga bog'liq. Agar sizda oldin hisobga olinmagan staj yoki ish haqi hujjati topilsa, qayta ko'rib chiqish uchun murojaat qilishingiz mumkin. Lekin shunchaki yangilik chiqdi degani hammaning pensiyasi avtomatik bir xil oshadi degani emas. Har bir holat alohida ko'riladi. 2-savol: norasmiy ishlagan yillarimni guvohlar bilan tasdiqlasam bo'ladimi? Ba'zi holatlarda guvohlik masalasi ko'rilishi mumkin, lekin bu eng oson yo'l deb o'ylamaslik kerak. Pensiya uchun eng kuchli asos rasmiy hujjat va rasmiy ma'lumotdir. Guvoh bilan isbotlash murakkab, vaqt talab qiladi va har doim ham kutilgan natija bermasligi mumkin. 3-savol: ish beruvchi oyligimni kam ko'rsatsa, nima qilay? Avvalo ish beruvchi bilan rasmiy tartibda gaplashing. Mehnat shartnomangizda va hisob kitobda real sharoit aks etishini so'rang. Agar muammo davom etsa, mehnat organlari yoki soliq organlariga murojaat qilish masalasi ko'riladi. Chunki bu faqat bugungi oylik emas, kelajakdagi pensiya masalasi hamdir. 4-savol: pensiya chiqishimga hali 10 yil bor. Hozirdan nima qilaman? Aynan hozir tekshirgan yaxshi. Chunki 10 yil oldin aniqlangan xatoni tuzatish osonroq. Pensiya yoshiga bir oy qolganda topilgan xato esa shoshilinch muammoga aylanadi. Bugungi eng katta xulosa shuki, pensiya endi ko'proq aniqlik, rasmiylik va elektron ma'lumotlarga tayanadi. Kimning hujjati tartibli, staji to'liq, oyligi rasmiy bo'lsa, u o'z huquqini himoya qilishda ancha kuchli bo'ladi. Kim keyin ko'ramiz deb yursa, pensiya vaqtida kutilmagan muammoga duch kelishi mumkin. Men sizga tavsiya qiladigan eng muhim ishlar: hujjatlaringizni yig'ing, stajingizni yillar bo'yicha tekshiring, rasmiy oyligingizga e'tibor bering. Arxiv ma'lumotlarini oldindan oling va
har qanday murojaatni yozma shaklida qiling. Pensiya bu faqat davlat beradigan pul emas. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingizning natijasi. Shu natija adolatli bo'lishi uchun bugundan harakat qilish kerak. Sizningcha yangi tartib odamlar uchun qulay bo'ladimi yoki hujjat yig'ish yanada qiyinlashadimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring, videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.